Taniqli aktrisa Zarina Nizomiddinova haqida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalar boshlandi. Bu muhokamalar qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini video davomida bilib olishingiz mumkin. Uchinchi turmushdan baxt topgan Zarina Nizomiddinova so'nggi yillarda ijodda u qadar faol bo'lmasa-da, ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p followerga ega ayol hisoblanadi. Aktrisa nafaqat ijod, balki kundalik hayoti ham muxlislarga juda qiziqligi bilan mashhur. Zarina san'atkorlar oilasida tug'ilganligi uchun bolaligidan san'at to'garaklarga qatnashgan. U 5 yoshidan xor mashg'ulotlariga qatnab, 8 yoshda Uspenskiy nomidagi musiqa maktabining fortepiano bo'limiga qabul qilinadi. Yaqinlari uning musiqiy o'quvidan qoniqmay, raqs bilan shug'ullanishni istaydi. Zarina Nizomiddinova 7-sinfdan o'qishni xoreografiya oliy maktabining milliy raqs bo'limida davom ettiradi. Bolaligimda ko'p narsalarga qiziqqanman. Yoshim ulg'ayib borgan sari fuqarolik holati, dalolatnomalarini yozish bo'lim boshlig'i bo'lib ishlashni xohlaganman. O'ylab ko'ring. 2 yosh baxt pillapoyalar sari ilk qadam tashlash arafasida. Siz esa ularning muhabbati va visol kuniga sheriksiz. Ularga eng muhim hujjatni tantanali ravishda taqdim etib, chiroyli tilaklarni aytasiz. Bu men uchun juda muhim va qiziqarli, zavqli ish bo'lib ko'ringan. Shuning uchun to'ylarda o'sha xodimlarga o'xshab niyat bildirib, kelin-kuyov oldiga gapirishni orzu qilganman. Keyinchalik hatto styuardessa bo'lishni ham istaganman. Ularning bejirim libosiga ishqim tushgan. Ammo samolyotda uchishdan qo'rqqanim uchun bu fikrimdan qaytganman, deydi aktrisa intervyularining birida. Aktrisaning pasportdagi ismi hayotdagisidan farq qiladi. Aslida uning ismi Zarin. Zarina Nizomiddinova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shahboz Nizomiddinovning kenja farzandi hisoblanadi. Aslida uning oilasi uchun san'atkor bo'lish yangilik emas. Shu bois Zarina ham hali tili chiqmay turib klipda suratga tushgan. Eng qizig'i, qo'shiqni uning opasi va akasi ijro etishgan. Birinchi rolimni shu klipda ijro etgan ekanman. Dadam hayotliklarda klipda ham, kinoda ham birga suratga tushish nasib etmadi, ammo e'tibor berib qarasam ijodimni aynan dadajonim bilan mana shunday klipda boshlagan ekanman. O'shanda otajonimning qo'llab-quvvatlanganliklari shu kungacha yordam berib kelyapti, deb otasi haqida post qoldirgandi aktrisa. Ma'lumotlarga ko'ra, opasi Mohinur va akasi Shohruh tomonidan kuylangan Karate qo'shig'i 1990-yillarda hit bo'lgan. Afsonaviy Yalla ansambl asoschilaridan biri Shahboz Nizomiddinov 2015-yil 23-aprel kuni 69 yoshda vafot etgandi. Aktrisa intervyularining birida otasini yo'qotgan, hayotdagi eng og'ir ayriliq bo'lgani haqida ham so'zlab bergandi. O'shanda juda ham qiynalganman. Umrimdagi eng katta judolik bo'lgan. Har bir farzand uchun otasidan ayrilish juda og'ir. Yaratganga shukr, onajonim hayotlar. Qolgan ayriliqlarga esa u qadar kuyinganim yo'q. Hammasi taqdirdan, deya bunga oddiy qaraganman. Ayol kishi ko'p narsalarga ko'nikib borar ekan. Har qanday ayriliqqa ham faqat otadan ayrilish og'ir judolik ekan, deydi aktrisa. Odatda kinorejissyorlar rollariga chiroyli qizlarni xoreografiya raqs maktabidan izlaydi. Zarinaning kino olamiga kirib kelishiga ham shunday tashriflar sabab bo'lgan. U ilk rolni Tamara Kamalovaning Yo'l bo'lsin filmida ijro etadi. 2016-yil esa Bahrom Yoqubovning Romeo va Julietta filmida suratga tushadi. Mana shu film Zarinani aktrisa sifatida elga tanitgan. Aktrisa Zarina Nizomiddinova juda erta oila qurganini ta'kidlaydi. Katta o'g'li Temurbekni ham 18 yoshda dunyoga keltirgan. Xorijdagi turmushi u qadar muvaffaqiyatli kechmagach, Toshkentga qaytib ijodni davom ettirgan. Birinchi turmush o'rtog'im meni Romeo va Julietta filmidagi obrazimni ko'rib yoqtirib qolgan. O'g'lim otasi haqida umuman so'ramaydi, chunki uni deyarli ko'rmagan. Otasi ham hech qachon qo'ng'iroq qilib o'g'lining holidan xabar olmaydi. Sababini bilmayman. O'g'limning otasi bilan ajrashganimizdan beri gaplashmaymiz. U oilani saqlab qolishga harakat qilgan, lekin birga yashab ketishimizga mening ko'zim yetmagan. Bo'lmaydigan narsani bo'lmagani yaxshi, deydi aktrisa intervyularining birida. 2015-yilning 18-yanvar kuni esa ikkinchi bor oila qurdim. Navbatdagi turmush o'rtog'i o'zidan ancha katta va tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Afsuski, aktrisaning bu nikohi ham uzoqqa cho'zilmadi. Oradan 4 yil vaqt o'tib, aktrisaning shaxsiy hayotida yana bir bor o'zgarish sodir bo'ldi. U Moskva shahrida istiqomat qiluvchi o'zidan 12 yosh katta inson bilan oila qurdi va 2020-yilda Said Umar ismli o'g'lini dunyoga keltirdi. Men omma e'tiboridagi shaxsman. Men haqimda turli gap-so'zlar, mish-mishlar bo'lishi tabiiy. Bunga ko'nikib qolganman. Ba'zan izohlarni o'qib kulgim keladi. Hozir kimgadir nimadir isbotlaydigan vaqt emas. Meni yaxshi biladigan va adekvat insonlar shundoq ham menga ishonadi. Umuman olganda men hamma narsani vaqt hukmiga tashlayman. Vaqt hammasini o'z joyiga qo'yadi, deb ijtimoiy tarmoqdagi savollarga javob bergan aktrisa. Yodingizda bo'lsa, Zarina Nizomiddinova 2014-yili xonandalik faoliyatini boshlagandi. U afsonaviy Meni kechir nomli qo'shiqlarni ijro etib, klip suratga olgandi. Bundan tashqari, yosh ijodkor bilan Sen yuragimda nomli duet taronani ham ijro etgandi.
ammo aktrisaning xonandalik faoliyati uzoqqa cho'zilgani yo'q. Qo'shiq aytish aktrisaning shunchaki hobbisi bo'lgani va uni rivojlantirishga katta kuch sarflamaganini aytib o'tgan. Lekin uning qo'shiqlariga ishlangan kliplar o'z davrining eng byudjeti katta ijod mahsullaridan biri bo'lgandi. Zarina Nizomiddinova bugungi kunda 2 o'g'li va turmush o'rtog'i bilan Moskvada yashaydi. Vaqti bilan O'zbekistonga kelib, shartnoma asosida film va seriallarda suratga tushmoqda. U so'nggi marta Toshkentga kelganda Parixona serialida ishtirok etdi, ammo aytish mumkinki, u O'zbekistondagi gonorari eng yuqori aktrisalardan biri hisoblanadi. Ijodda u qadar faol bo'lmasa-da, unga bo'lgan talab nihoyatda yuqori. Aktrisa sport bilan muntazam shug'ullanadi. Ot sport ham uning eng sevimli mashg'ulotlaridan biri. Garchi uning mashg'ulotlaridagi rasm va videolari ko'plab muhokamalarga sabab bo'lsa-da, aktrisa ularga hech qachon e'tibor bermaydi. Zarina Nizomiddinovna qaddi qomatiga urg'u berib suratga tushishni ham to'xtatmasligi haqida gapirib o'tdi. Zarina Nizomiddinova darakchining nashriga bergan intervyusida turli gap-so'zlar tufayli ijtimoiy tarmoqlarga qaddi qomatiga urg'u berilgan suratlarni joylashdan to'xtamasligini ma'lum qildi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarga yukilayotgan suratlaringiz katta muhokamalarga sabab bo'lyapti, lekin bu gaplar sabab qaddi qomatingizga urg'u berib suratga tushishni to'xtatayotganingizcha yo'q, deya jurnalist aktrisaga yuzlatdi. To'xtatmayman ham, deya javob qildi Zarina. Chunki kim nima desa desin, men ayrimlarga o'xshab ochiq-sochiq kiyinib yurganim yo'q, shunchaki biroz tor liboslarni yaxshi ko'raman xolos. Bundan tashqari bu men tanlagan zamonaviy uslub. Nazarimda hammaning o'z didi va xohishlari bo'lishi tabiiy. Bunga birov to'sqinlik qilib, uni tarbiyasiz va axloqsizga chiqarishi noto'g'ri. Meni yomon gaplar bilan muhokama qilayotganlar internetdagi boshqalarning hayotiga ham nazar solib ko'rishsa yomon bo'lmasdi, deydi aktrisa o'zining so'zining oxirida. Bizda hozircha shu. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.